Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kecha bizada qor yog'gan. Bugun esa 12 gradus sovuq. Shuna qaramasdan yine toza texnikalarimiz yetib keldi. Laval traktorlarimiz. Bundan tashqari yine Turkiyadan 4 qatorli paxtakadon pnevmatik selkalarimiz yetib kelgan. Bugungi videomizda narx-navolar to'g'risida ozgina gaplashib o'tamiz. Chunki laval traktorlarimizga skidka berilgan. Shu uchun laval traktorlarimiz, MTZ traktorlarimiz to'g'risida baholari, narx-navolari to'g'risida tushuntirish berib o'tamiz. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Laval 3004 traktorimiz 6 porshilli pol avtomat 300 ot kuchine ega traktor. Bu traktorimizni oldingi narxi 1 milliard 790 million edi. Hozirgi kundagi narxi 1 milliard 490 million so'm. Laval 2004 traktorimiz 200 at güçlü 6 porshilli traktor. Bu traktorimizning oldingi narxi 815 million edi. Hozir 790 million so'm. Laval 1654 traktorimiz. Bu traktorimiz esa 735 million edi. Hozirgi kundagi narxi 700 million so'm. Laval 1654D varianti. Bu traktorimiz ham 165 at güçlü 6 porshilli traktor. Bu traktorimiz narxi 578 million so'm. Laval 1454 6 porshilli 145 at güçlü traktorimiz. Bu traktorimizning oldingi narxi 548 million edi, hozir esa 505 million so'm. Laval P4110 traktorimiz 4 porshilli pol avtomat 110 at güçlü traktor. Bu traktorimiz narxi 495 million so'm. Keyingisi kultivatsiya uchun mo'ljallangan Laval 1104 traktorimiz 110 at güçlü 4 porshilli traktor. Bu traktorimizning oldingi narxi 465 edi, hozir 435 million so'm bo'lgan. Tak, Laval 1104 traktorimizni bunday surum uchun mo'ljallangan varianti. Bu traktorimiz oldin 417 million edi, hozir esa 400 million so'm. Bundan keyingi traktorimiz Laval 904 traktorimiz 90 at güçlü 4 porshilli traktor, turbinalı. Bu traktorimizning narxi 358 million so'm. Laval 754 traktorimiz 75 at güçlü traktor, narxi 275 million so'm. Laval 704 traktorimiz 70 at güçlü traktor, narxi 182 million so'm. Laval 504 50 at güçlü Bartoy varianti 223 million edi, hozir kundagi narxi 218 million so'm. Laval 504 50 at güçlü traktorimizning Palovoz varianti 190 million so'm edi, hozir kundagi narxi 170 million so'm. Laval 404 170 million edi, hozir kundagi narxi 158 million so'm. Laval 254 traktorimiz 25 at güçlü traktor, oldingi narxi 118 million edi, bugungi kundagi narxi 115 million so'm. LS traktorlarimiz 4 porshilli 88 at güçlü traktor. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 315 million so'm. Shuning ichida 4 g'ildirakli bo'lib haydaydigan Peridok ham qo'shib beramiz. MTZ 80H traktorimiz 365 million so'm. Belarus 1221 3 traktorimiz 610 million so'm. 82U1 oddiy Peridoklısı 340 million so'm. Balishnisasi 355 million so'm bo'ladi hala. 892 traktorimiz 90 at güçlü turbinalı traktorimiz 385 million so'm. 952 traktorimiz ham turbinalı 90 at güçlü traktor 395 million so'm. Bilasizlar, bunda sinxron korofka, bunda esa 9 stupenishli MTZ korofka. Farq shu o'rinda, boshqa meri bir xil bu traktorimiz. 80.1 Belarusimiz oldi tartmaydon varianti 315 million so'm. Ushbu traktorlarni siz bemalol leasing, pritseniya narx pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tganmiz. Shu nomerlarga telefon qilib tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Bizning adresimiz Xorazm viloyati Urganch tumani Chalish yo'lida. Lekin bizning Ves O'zbekiston bo'ylab filiallarimiz bor. Shu sababdan boshqa viloyatdagi bo'lgan obunachilarimiz ham bemalol qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. O'zlaringizga yaqin bo'lgan filiallarimizdan bemalol borib texnikalarni olib ketaverasizlar keyin.